Assalomu alaykum hurmatli talaba. Demak bizda yallig'lanish mavzusi davom etadi. O'tgan mavzuda biz o'tkir yallig'lanish haqida gaplashdik. Uni komponentlari, qaysi hujayralarni bilishimiz kerak va navbat surunkali yallig'lanishga keldi. Surunkali yallig'lanish nima sababdan bo'lishi mumkin va uni morfologiyasi, ko'z bilan ko'rganda, mikroskop bilan ko'rganda biz nimalarni ko'ramiz u yerda? Asosiy sababi bu infeksiyaning persistensiyasi. Ya'ni yo'qotilishi qiyin mikroblar kirib qoladi, mikobakteriyalar, oq treponemalar, viruslar, zamburug'lar, parazitlar bu immun tizim uchun yo'qotish oson bo'ladigan agentlar emas. Shuning uchun o'sha atrof o'ralib granulomatoz yallig'lanish chaqiriladi. Va immunitetga bog'liq kasalliklar va ayrim paytda autoimmun yoki allergik kasalliklar, masalan revmatoid artrit, bronxial astma, tarqoq skleroz. Bu kasalliklar chiqib ketmaydi. Doimiy organizmda yuradi. Va uzoq muddatli ta'sir qiladigan agentlar ham surunkali yallig'lanish chaqiradi. Misol uchun silikozda, kremniy 4 oksidi yoki giperxolesterinemiya, aterosklerozda bular uzoq muddat ta'sir qiladigan narsalar. Bular ham surunkali yallig'lanish chaqiradi. Morfologik belgilar nimadan iborat bo'ladi? Mononuklear hujayralar infiltratsiyasi, mononuklear hujayralar deganda yadrosi bittalik, limfositlar, makrofaglar va plazmatik hujayralar. O'tkir yallig'lanishda biz bilamiz, asosiy komponenti bu neytrofil leykositlar edi. Va to'qimani parchalanish mahsulotlari bo'ladi va angiogenez fibroz bo'ladi. O'sha joyda ko'rganimizda ana shu narsalar surunkali yallig'lanishda morfologik belgilar hisoblanadi. Va surunkali yallig'lanishda ishtirok etayotgan hujayralarni biz taniy olishimiz kerak. Ya'ni sxematik tarzda emas, mikroskopda ko'rganimizda biz bilishimiz kerak surunkali yallig'lanish kechayotganini. Limfosit mana ko'rinishi berilgan turibdi. Asosiy qismi yadrodan iborat bo'lgan. Sitoplazma qismi eozinofil tarkibida donalar granulalar saqlaydi, ochiq qizg'ish rangga bo'yaladi. Kematoksin eozinga bo'yaganda eozin bo'yog'ini oladi. Shunga eozinofil deyiladi. Plazmatik hujayralar xuddi yadro periferiyaga surilgan, bir chetda joylashgan, xuddi uzukka o'xshaydi, kichkina. Va gigant hujayralarni ko'rish mumkin, ko'p yadrodan iborat hujayralar ko'rish mumkin va fibroblastlarni ko'rish mumkin atrofida biriktiruvchi to'qima o'sishida. Va sizlarga mana shu narsani ikkinchi, uchinchi marta kelishni sizlar qonni normal surtmasida sizlar qanday taniysizlar ularning shaklli elementlarini, neytrofillarni taniysizlarmi, limfositlarni taniysizlarmi, eozinofillarni taniysizlarmi sizlar yoki bazofillarni, eritrosit trombositlarni taniysizlarmi, yo'qmi? Mana shunga qarab o'zlaricha taxmin qilishlari mumkin. Birinchi misol uchun nima? Yoki ikkinchi nima? 3 nima bizda? 4 nima o'zlaringiz fikrlaringizni aytsanglar, keyin sizlar chiqaveradi. Va 5 bizlarda nima? 6-chi turgan bizada nima? Va 7-chi turgan bizada nima? Eng kichkinasi bu trombosit. Va mana shularni taniganlaringizdan keyingina biz haqiqiy morfologiyaga o'tsak bo'ladi. Chunki surunkali yallig'lanish o'chog'ida shular ishtirok etadi, shularga qarab surunkali yallig'lanish ketayotganini bilib olish kerak bo'ladi. Mana bu yerda nimani ko'ryapmiz? Siz telefonda ko'rayotgan bo'lsangiz buni ko'rishlaringiz qiyin bo'ladi. Agar kompyuterda ko'rayotgan bo'lsangiz prezentatsiyani shu yoqda tanishtirgan hujayralar turibdi mana shu yerda ko'rinib. Misol uchun mana bu hujayra mana. Kursorda olib kelaman. Yadrosi chetga surilgan sitoplazmaga xuddi uzukka o'xshaydi. Bular plazmatitlar. Mana bu narsa deyarli yadroning o'zi bo'lib qolgan. Sitoplazmani to'liq yadro egallab olgan. Bular limfositlar. Demak, limfosit va plazmatitdan iborat infiltratsiya bo'lyapti. Mana bu nafas yo'llari epiteliyasi. Nafas yo'llarida surunkali yallig'lanish ketyapti. Mana bu fibroblastlar. Mana plazmatitlar va limfositlardan tashkil topgan surunkali yallig'lanish infiltrati. Surunkali rivojlanish yallig'lanishda qaysi komponentlar ishtirok etadi? Hozir men aytdim. Endi ularga to'xtalib o'tiraman batafsil. Makrofaglar qanday paydo bo'ladi? Surunkali yallig'lanish asosiy hujayrasi bu makrofaglar. Ularning kelib chiqishi monotsitlar o'sha o'choqqa kelgandan keyin yallig'lanish o'chog'iga makrofaglarga aylanadi. Men makrofaglar M1, M2 turlari haqida immun tizimda o'tganman, alohida bor, o'shani ko'rib olasizlar agar tushunishga qiynalsanglar, men to'xtab o'ta olmayman. To'qima makrofaglar bular yallig'lanish bo'lmasa o'sha yerda turadi o'zi aslida. Doimiy tayyor ular. Agentga nisbatan jigarda Kupfer hujayralari nomi bilan turadi. Taloq, limfotugullarda gitsasit nomi bilan turadilar. O'pkada alveolar makrofaglar bo'ladi. Normada yallig'lanish bo'lmasa.
markaziy asab tizimida mikroglia degan nom bilan ana shu makrofaglar tayyor turadi. Vazifasi mikroblarni yo'q qilish, fibroblastlarni ko'paytirish, mediatorlar ishlab chiqarib, yallig'lanishni provokatsiya qilish bo'ladi. Ya'ni yallig'lanish jarayonini chaqirish bo'ladi. O'tkir yallig'lanishda bular nobud bo'ladi yoki limfa tugunlariga qaytadi makrofaglar. Surunkalilikda bo'lsa, yallig'lanish o'chog'ida saqlanib qoladi bular. Ikkinchi qatnashuvchi bu limfositlar. Biz yuqorida ko'rdik, hujayra tuzilishini T va B limfositlar ishtirok etadi, immun javobni davom ettiradi. Bularga batafsil immun tizimida to'xtalilgan, shuning uchun men batafsil to'xtalmayman bularga. Plazma hujayralar yoki plazmatsitlar, boya ko'rsatib o'tdim shaklini uzuksimon deb, faol B limfositlardan kelib chiqadi bular. Faol B limfositlar shu antigen prezentatsiya qilingandan keyin plazmatsitlarga aylanadi. Bu ham immun tizimida o'tilgan. Surunkali yallig'lanish o'chog'ida uchlamchi limfoid organlar hosil qiladi, ya'ni limfatik o'choqlar hosil qiladi plazmatsitlar. To'rtinchi qatnashchi bu eozinofillar. Eozinofillar parazitlarga qarshi himoya va sitotoksik kation oqsillar, parazit va epitelni lizis qiladi, shunaqa narsa ajratib bular. Parazitlar infeksiya allergik reaksiyalarida eozinofillar qatnashadi o'sha. Tushgan agent yo'qotish uchun. 5-chi qatnashadigan hujayralar bu semiz hujayralar yoki mast sel deydi. Gistamin, prostaglandin ajratadi. Ya'ni yallig'lanish mediatorlar ajratadi bular. Va yallig'lanishni kuchaytirib beradi va ayni vaqtda semiz hujayralar yallig'lanishni susaytirib berishi ham mumkin. Mastositoz degan patologiya bor. Bular endi bitta hujayrasini aynan patologiyasini gaplashamiz. Shu mast sellarni, semiz hujayralar patologiyasini gapiramiz. Mastositozda shu semiz hujayralar ortiqcha ko'payadi. Ya'ni turli to'qimada normalga nisbatan ko'payadi va ular to'planib qoladi. Klinik belgilari qanday bo'ladi? Teri formasida bolalarda yoki kattalarda ham uchrab qolishi mumkin. Terida qizil toshma, urtikula pigmentoza ko'rinishda bo'ladi va u ichida bo'lmas darajada qichish beradi. Mastositozda. Sistem turi bor. Sistem turida suyaklik, ichki organlar zararlanishi bo'ladi. Mana bu oshqozon ichak traktini zararlanishini ko'rsatgan mana shu mastositozda. Ichki organlarda shunaqa narsa bo'ladi, tarqoq turida. Ikkinchi patologiya semiz hujayralar bilan bog'liq bu mast cell activation syndrome deydi, MCAS. Ular normada bo'ladi semiz hujayralar, lekin aktivligi yuqori, ya'ni ortiqcha mediatorlar, gistamin, prostaglandin, leykotrienlar ortiqcha chiqaradi. Sxematik tarzda berilgan turibdi, mana granullar sochyapti. Belgilar xil allergiyaga o'xshash bo'ladi, buniki ham qizarish, qichish bo'ladi, bronxospazm, anafilaksiya. Bu yerda aytish oson, lekin kasallik o'sha kasalda holati juda ham og'ir bo'ladi. Bular yashash tarzi qiyin bo'ladi, biror joyga chiqa olmaydi. Ayrim paytda ayrim turlarda oddiy oziq, suvga ham hattoki allergik reaksiya qo'zg'ab yuborishi mumkin bular. Aktivligi yuqori bo'lgani uchun. Sizlarga mana misol keltiraman. Mast cell activation syndrome bitta misol. Hattoki suvga ham allergiya bo'lib qoldim deyapti. Life disease that makes me allergic to life. Butun hayotga allergiya qildi meni bu kasallik deyapti. Mana shu qizni fotosi o'sha it bilan kontakt bo'lgan paytda shuna holatga tushib qoladi. Butun allergiya qo'zg'ab shunday I couldn't. Va o'sha mexanizm ochilgandan keyin ma'lum davolash yo'llarini ishlab chiqarib, o'sha allergik reaksiyani pasaytirish mumkin. O'sha dorilarni ichib, mana shu yerda keyin yana it bilan o'ynab turgan rasmini qo'ygan ekan mana shu o'zim Instagramda. Shuni oldim mana shu rasmni. MCAS. Undan keyin o'sha makrofaglar ortiqcha faolligi bo'yicha MCAS bo'yicha bitta video nima ham bor, mana shu YouTube silkasidan kirib ko'rsanglar bo'ladi videoni. Va gemofagositar limfagistositoz degan HLH degan kasallik bor. Unda ham ortiqcha faollashadi, qon hujayralarini yeb yuboradi, kuchli anemiya chaqiradi va klinikal isitma, jigar taloq kattalashi bilan pantsitopeniya va yuqori ferritin bilan kechadi. O'zlar organizmga kiradi. Surunkali yallig'lanish keyingi turi bu granulomatoz yallig'lanish. Granulomatoz yallig'lanish bitta misoli tuberkuloz.
Surunkali yalinash o'chog'i asosan makrofag va epitelial hujayralardan iborat bo'ladi. Sxemaga qaranglar. Sxemada ko'rilgan turibdi kazioz nekroz markazda, atrofida makrofaglar, epitelial hujayralar va gigant hujayralar. Ko'p yadroli gigant hujayralar. Eng chetida bo'ladi bu limfositlar. Epitelial hujayralar o'ralgan. Granulomataz yallig'lanish hozir aytib o'tdim. Monoliklar leykositlar, limfositlar plazmatik hujayralar bilan o'ralgan bo'ladi. Langerhansdagi gigant hujayralar bo'ladi. 20 tagacha, 20 tadan ko'p bo'ladi yadrosi bilan. Turlari ikki xil bo'ladi. Granulema turi ikki xil bo'ladi. Yod jism granulemasi va immun granulema. Yod jism granulemasi xuddi shu granulema yod jism kirib qolganda o'sha atrofida ham hosil bo'lishi mumkin. Misol uchun temirda parchasi kirib qolsa yoki tikan kirib ichkariga sinib qolsa o'sha granulema bo'lib ship to'mboqcha bo'lib qolib, olib tashlab ko'rganda mikroskopda shunaqa narsa ko'rinadi va ko'pincha ana shu yod jism granulemasini tuberkuloz bilan adashtirib yuborishadi. Tuberkuloma deb qo'yib yuborishadi. Yoki ip tikishdan keyingi chandiqda ham shunday granulema hosil bo'lishi mumkin. Ikkinchi granulema immun granulema yoki haqiqiy granulema. Buni antigen parchalanmasi o'sha makrofaglar uni T limfositlarga taqdim etadi. T hujayralar interleykin, interferon gammalar chiqaradi va makrofaglar epitelioid va gigant hujayraga aylanib qoladi. O'sha atrofini o'raydi, to'liq yo'qota olmagan holatda. Va haqiqiy mikroskopik rasm. Boya sxema berdi. Mana gigant hujayralar piroglangan hujayralarni ko'rib turibsizlar. Kazioz nekroz ko'rib turibsizlar. O'rtada. Atrofi epitelioid hujayralar bilan o'ralgan. Bu yoqda ham mana markaziy qismida kazioz nekroz, gigant hujayralar mana gigant hujayralar, atrofi limfositlar bilan o'ralgan. Bu bronx tuberkuloz, bu bo'lsa sut bezidan olingan, trepan biopsiya qilib olgan, tuguncha paydo bo'lganda shunda tuberkuloz chiqqan. Va granulomataz yallig'lanish sizlarga yana bir marta aytaman, faqat tuberkuloz o'ziga xos bo'lmaydi. Boshqa kasalliklarda ham bo'lishi mumkin. Sarkoidoz degan kasallik bor, sarkoid granulemasi. O'shanda ham granulomataz yallig'lanish bo'ladi. Faqat bitta xususiyati buni kazioz nekroz ko'pincha bo'lmaydi. Kamdan kam uchrashi mumkin. Kazioz nekroz ko'rilmasa agar, qolgan hamma narsa epitelioid kletkalar, gigant hujayralar, asteroid tanachalar, atrof limfositlar granulemani ko'rgan holatda kazioz nekroz topilmasa, ana shunday ko'pincha sarkoidoz deb tashxis qo'yiladi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Gigant hujayralar hosil bo'lgan, ya'ni granulomataz yallig'lanish bo'lgan. Mana bu narsa ip, chok. Ipak ip bilan tikilgan joyda granulema hosil bo'lgan. O'sha yod jism sifatida o'shani yo'q qilishga harakat qiladi, lekin kuchi yetmay qolgani uchun atrofida aylanib o'ralib qoladi o'sha narsalar. Mana bu yerda, mana bu epiteliy nima epiteliyasi juda ko'p chiqdi. Menimcha endi bu yog'i bilishlaringiz kerak. Bu ichak epiteliyasi, qadoqson hujayralar. Ichak epiteliyasining ostida granulema turibdi. Ya'ni krona kasalligi ham granulomataz yallig'lanish bo'ladi. Mana shu krona kasalligi hisoblanadi mana shu narsa. Demak, biz sizlar bilan tuberkulozda o'tdik, yod jismda granuloma hosil bo'lishi mumkin ekan, sarkoidoz degan kasalliklar granuloma hosil bo'lishi mumkin va krona kasalligida ham granuloma hosil bo'lishi mumkin ekan. Va vaziyatli masalaga keldi. Sog'lom 7,5 yoshli qizchani olib kelishadi. 2 hafta davomida shu chap qulog'ning orqasida shish paydo bo'lishga murojaat qilgan. Shish rasmini ko'rib turibsizlar. Amoksiklab ichgan u yaxshilanmagan, shunda shish qaytmagan. Va ushlab ko'rganda fluktuatsiya, bilqillash bor, fluktuatsiya bor. Boshqa limfotugullar kattalashmagan ekan. Aytishi bo'yicha bir aniq bir narsani qila olmaydi, bir sababini ayta olmaydi, faqat aytadiki, uyda mushuk bor, shu mushuk bilan ko'p o'ynaydi. O'sha mushuk ko'pincha tirnaydi buni va 2 hafta oldin mana shish paydo bo'lishidan 2 hafta oldin tirnalgandi mushuk bilan o'ynagandi degan kontakt bor, faqat boshqa narsa noma'lum. Va o'sha narsani biopsiya olib ko'rishadi, o'sha tugunni olib ko'rishadi. Olib ko'rganda mana bu kartina chiqadi. Nimani ko'ryapsizlar bu yerda? Surunkali yallig'lanish qaysi turga ketyapti? Markazda nekroz turibdi,
atrof yirilgan yalang'och granuloma turibdi va gistasilar bilan o'ralgan, ya'ni granulomatoz yalang'och turibdi. Shu bilan mavzumizni surunkali yalang'och mavzusini tugatamiz. Sizlarga ana shu vaziyatli masala bo'ladi, o'ylaysizlar, nima kasallik ekan, ya'ni qaysi kasallikda granulomatoz yalang'och bo'lar ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.